Ha do'stim, yaxshimisan? Ishlaring bo'lyaptimi? Ha, ursansan, kayfiyatlaring doimgidan ham a'lo. Ha, bitta boyni qiziga sovchi jo'natganman. Bugun erta halol qolish kerak. Bugun kechqurun bir sharofatga o'tirib olmaylikmi bu joyda? Ha, bugun o'tiramiz bir maza qilib. Hozir to'xtab tur. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Aka taksimidasiz? Yo'q, aka kirakashga o'xshatyapsiz men. Juda shoshib turdim, taksi chaqirgan vaqtim yo'q. Shundoq tashlab qo'ying, necha pul desangiz beraman, iltimos aka. Mayli, o'tiring aka. Xo'p, rahmat. Ishingiz zarur. Shu uyga to'xtab qo'ying. Aka, bu xizmat haqqingiz. Shundoq kiraman, chiqaman. Ketib qolmaysiz, iltimos. Boyvachcha odamga o'xshaydi. Ichida ko'p pul bo'lsa kerak. Hozir egasi chiqib qolsa nima bo'ladi? Ya, hali beri chiqmasa kerak. Nasa pul kerak bo'lib turadi. Yaxshi bo'ldi. Allo, ha jonim, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Menga yangiliklaring bormi? Sovchilaring bordimi? Ha, sovchilaringiz keldi. Yangiligim shuki, meni sizga berishmas ekan. Nega tushunmadim? Nima uchun? Sal oldin siz pulni o'g'irlab ketgan odam u meni akam edi. Shunchaki oilamiz sinovidan o'tolmadingiz, xayr.